rozi emasman pulimga dedi. Nariga ma'mur tegishibchisan dedi. Bunaqa ish qilmang dedi. Endi u to'polonni hech kim bilmaydi-da. E'tibor berib tursam cho'ntagiga 100 solyapti. Agar telefon o'ynasa, to'sa, g'oz to'smaydi? Yo'q, to'smaydi. Agar telefon ushlab iloji osam chemib o'tib ketyapti. Bu yerda qatta tegishadi. 2 soat ushlab turadi, tamomida. Hozir nima qiladi? Kariyachilarga kelsa. Shunaqta. Harang 2 soat chiqadi. Qorni qarang, cho'lli. O'ta qor ko'p yo'ldagina. Qordan oq tushgan qorlar bilan. Oh, tog'da qara, vahshiy ko'yda chiqyapti. Lekin bilib turadi, ha, biladi, indamaydi-da. Oldin juda qattiq. Ba'zi mashina ham 10 ta kamera bor shuning ichida. 10 ta kamera. Hammasi bir-birini ushlaydi. Rasmga kirib, besh ahdan chiqishga avtomat bilan yo'l o'tirib bormoqda. Oldin endi bunaqa texnika rivojlanmagan firvalni portlatadi, nima borligini aytib qo'yadi yerda. Hozir hamma internet to'p ketdi-yu. Bu odam SMS etlasa ham internetga kirsa qaytadan nima borligi hammaga chiqadi. Shuncha e'tibor bermay qo'ydi-da. Talbayıpmısan? Kelle işledi mi kelle?